Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida joylashgan tez tibbiy yordam shoxobchasining birida 12 yildirki tez yordam chaqirig'i uchun har daqiqada doimo tayyor holda turgan, eng og'ir vaziyatlarda ham o'z burchidan chekinmaydigan fidokor haydovchi Do'stlik ordeni sohibi Sulaymon Yusupov xizmat qiladi. Uning kundalik mehnati, inson hayoti uchun kurashadigan jasorati va kasbga sadoqati nafaqat mahalla ahli, balki butun tizim uchun namuna bo'lib kelmoqda. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanidagi chekka hududlardan biri Ravot mahallasi. Shu olis manzilda joylashgan tez tibbiy yordam shoxobchasida mana 12 yildirki Do'stlik ordeni sohibi Sulaymon Yusupov ana shu sharafli tez yordam haydovchisi vazifasini sidqidildan ado etib kelmoqda. Tez tibbiy yordam haydovchisi bo'lish shunchaki transportni boshqarish emas, u har bir chaqiriqda inson taqdiri, kimningdir ota-onasi, farzandi, qarindoshining hayoti uchun javobgarlikni zimmasiga olish demakdir. Shu ma'noda Sulaymon Yusupovning har bir xizmati, har bir daqiqasi mas'uliyat va jasorat bilan to'ldirilgan. U 12 yil davomida Ravot mahallasi va atrof qishloqlarda yuzlab bemorlarni shifoxonaga yetkazgan. Kasbimdan o'zim faxrlanaman. Kecha prezidentimiz tomonidan mana shu orden bilan taqdirlandim. Bu men uchun juda katta motivatsiya berdi. Vatanimiz uchun hamisha xizmat qilishga tayyorman. Mehnat jamoasi uning xotirjamligi, vaziyatga tez va to'g'ri baho berishi, mashina boshqarishdagi mahoratini alohida ta'kidlashadi. Sulaymon Yusupov o'z xizmatini nafaqat vijdonan, balki samimiylik bilan bajaradi. Hamkasblarning aytishicha, u har bir bemor bilan muloqotda yumshoq so'zli, tasalli beruvchi, ruhiy yordam ko'rsatuvchi qat'iyatga ega. Mana yosh kadrlarimiz bor, shogirdlari bor. 12 yildan beri shunchalik mehr bilan, shu ishga sadoqat bilan yuribdi. Prezidentimizga ming rahmat. Mana shunchalik qishloqlardagi tez tibbiy yordam mashinasi haydovchilarini shu darajada ilhomlantirib, mukofotlagani uchun prezidentimizga ming rahmat. Sulaymon Yusupovning uzoq yillik sharafli xizmati, fidokorligi va insonparvar mehnati davlatimiz rahbari tomonidan munosib qadrlandi. Ha, uning Do'stlik ordeni bilan taqdirlanishi bu nafaqat shaxsiy yutuq, balki Ravotdagi butun tibbiy jamoa faxri, tez yordam xodimlariga berilgan ulkan e'tirof sanaladi.